Assalomu alaykum, ko'rinmas dunyo kanalimizga xush kelibsiz. Sukunat bu yaratuvchining tili. Qolgan hamma narsa sifatsiz tarjima. Ong tinchlanganida olamdagi sukunat gapira boshlaydi va bugungi eshittiruvimiz ana shu sukunat yoki kvant maydoni haqida bo'ladi. Barchamiz qotib qolgan mexanik olamda emas, balki aqlli, sezuvchan, juda oqilona, tirik borliq, jonli energiya maydonida yashaymiz. Va hozirgi kunga kelib, endi asosiy savol, biz insonlar haqiqiylikka, borliqqa ta'sir qila olamizmi, yo'qmi degan savol emas, balki biz buni doimiy ravishda qilayotganimizni tushunyapmizmi, yo'qmi, ana shunda yotadi. Mana zamonaviy fizika butun borliqda umuman bo'shliq yo'q deb aytayapti. Bu degani hamma joyda energiya mavjud va urab turuvchi olam rostdan ham jonli energiya maydoni. Ya'ni barcha borliqning eng poydevorida materiya qattiq jismlar bo'lib emas, u tebranishlar va ehtimolliklardan iborat bir makon sifatida gavdalanyapti. Boshqacha so'zlar bilan, borliq bu hali paydo bo'lmagan, lekin paydo bo'lishi mumkin bo'lgan narsalar makoni. Zamonaviy tilda bu kvant maydoni degan nom olgan. Mana shu kvant maydoni borasida 20-asrda ko'plab fizik tajribalar o'tkazilgan edi. Bu tajribalar Sir degan hujjatli filmda ham obdon tushuntirilgan. Tajriba uchun yorug'lik manbai va ikkita tirqishli ekran tayyorlangan edi va turli holatda yorug'lik turlicha harakat qilganligi isbotlangan. Ya'ni, agar tajriba birov tomonidan kuzatilsa, yorug'lik zarracha sifatida ko'ringan va ikkita aniq chiziq tasvirini bergan. Va kuzatuvchi ketib qolganida esa bu yorug'lik zarralari to'lqin shaklida bo'lib, mana shu maydonda yoyilgan murakkab to'lqin naqshini yaratgan. Kuzatishdek oddiy narsa yordamida to'lqin yo'qoladi va aniq zarrachalarga aylanadi. Agar kuzatuv bo'lmasa, fotosurat qog'ozida to'lqin izi paydo bo'ladi. Bu hodisa kuzatuvchi effekti deb atalgan. Tajribalar ko'p marta o'tkazilgandi, lekin har safar bir xil natija bergan. Kvant darajasida moddiy borliq inson e'tiboriga reaksiya qilishi mana shu tarzda aniqlangandi. Oddiy so'zlar bilan, kuzatish hodisasi tajriba natijasiga bevosita ta'sir qilgan. Bu fizikada yangilik edi. Demak, zamonaviy fizikaga ko'ra, hamma narsa bo'shliqdan paydo bo'ladi. Bu bo'shliq ham kvant maydoni deb nomlanadi. Bo'shliq aslida bo'sh emas, unda moddiy har qanday narsaga aylanishi mumkin bo'lgan energiya mavjud. Va butun moddiy borliq jamlangan energiyadan iboratligi 20-asr fizikasining fundamental kashfiyoti. Endi bularning barchasi kundalik hayotimiz, oddiy turmushimiz uchun nimani anglatadi? Bu degani, biz odamlarning ongi, tafakkuri bu mutlaqo faol kuch va barchamiz oddiy e'tiborimiz yordamida tinimsiz davom etadigan ulkan ijodiy jarayonning ishtirokchilarimiz. Ya'ni qachonki odam his qilsa, o'ylasa, bir nimaga ishonsa, diqqatni nimagadir yo'naltirsa, u shu zahoti kvant maydoni bilan o'zaro hamkorlik qilishni boshlaydi aslida. Biz insonlar esa bularni tug'ilishimiz bilan to umrimiz oxirigacha qilamiz. Faqat savol shundaki, biz buni ongli ravishda qilyapmizmi yoki umuman bu mo'jizaviy jarayonni anglamay yashab o'tayapmizmi? Ya'ni bu yerda faqat ongli e'tibor haqida so'z ketyapti. Oddiy so'zlar bilan, masalan, har kim o'sha qandaydir mansabda o'tirib, hech kim tushunmaydigan sxemalar bo'yicha o'g'irlik haqida o'ylasa va o'g'irlasa, yoki eri xotiniga, xotini eriga go'yo bilintirmay xiyonat qilsa, do'stiga zarar yetkazsa, shaxsiy foydasini o'ylab, umuman insonlar boshqa birovni aldasa, hech kim ko'rmaganda birovni xafa qilsa, yig'latsa, hech kim bilmasa ham birovga ziyon yetkazadigan biron bir ishni qilsa, amin bo'lish kerakki, barcha narsa har doim olamga ayon va hamma narsa mana shu kvant maydonida va har bir insonning energiya informatsion tuzilmasida qoladi. Va hozirgi zamon odamning xayolida nimalar kechayotganini tashqi muhit juda ham oydin qilib ko'rsatyapti. Agarda bir asr ilgari yaratilgan jonli etikaga murojaat qiladigan bo'lsak, kvant maydoni atamasi paydo bo'lishidan ancha oldin ham yuqoridagi o'sha g'oyalarni mana shu mehnatda ko'ra olamiz. Ya'ni u yerda fikr bu haqiqiy energiya. Bo'shliq, borliq, olovli yoki yuqori darajadagi ijodkor moda bilan to'ldirilgan. Inson doimo energiya oladi va uni taratib turadi. Hamda inson ongi
olamlar o'rtasidagi aloqa tugunidir deb yozilgan. Yoki zamonamiz murabbiysi bo'lgan amerikalik neyrobiolog olim Jo Dispenza bu hodisaga shunday ta'rif beradi. Tuyg'ular bu energiya, fikrlar olamga taralib turadigan signal va ular birgalikda kvant maydonida o'ziga xos buyurtma yaratadilar. Ya'ni olamga ma'lum bir xabar yetkazadilar. Dispenzaning fikricha, kvant maydoni bu cheksiz salohiyatlar maydonidir. U allaqachon barcha imkoniyatlarga ega. Sog'liq, ilhom, ijodkorlik, tadbirlar, uchrashuvlar, mulkchilik va hokazolar va qaysi hayotiy ssenariy yoki variant haqiqatga aylanishi shunchaki ongimiz holatiga bog'liq. Ya'ni hodisa sodir bo'lmas turib, u ehtimollik sifatida doimo mavjud va ong bu ijodiy jarayonda asosiy rolni o'ynaydi. Shunda fikrlarimiz elektr signalni, hissiyotlarimiz magnit signalni yaratishadi. Ular birgalikda esa mana shu kvant maydoni bilan o'zaro ta'sir qiladigan elektromagnit javobni hosil qilishadi. Bu degani uyg'unlik va hayotdagi yaxshi o'zgarishlar paydo bo'lishi uchun fikrlar, hissiyotlar va niyatlar bir-biriga mos kelgandagina sodir bo'ladi. Inson demak o'zini his qilishi kerak. O'zi uchun nima yaxshi, qayerda esa o'ziga xiyonat qilyapti, anglay bilishi lozim. Umuman olganda bunday ta'rif juda ko'p insoniyat murabbiylari tomonidan berilgan. Bundan tashqari, o'sha jonli etikada aynan yurakdan tug'ilgan fikr, hissiyot olamga ta'sir ko'rsatishga qodir bo'lgan haqiqiy energiya sifatida tasvirlangan. Va hozirgi zamon olimi bo'lgan Greg Braden ham bu borada xuddi shu narsani ta'kidlayapti. Ya'ni u yurak inson tanasidagi eng kuchli energiya maydoni hosil qiladigan organ va aynan yurak hamda miyaning birligi inson hayotiga o'z ta'sirini kuchaytiradigan omil deb aytadi. Nima uchun yurak hamma joyda yodga olingan? Chunki aynan yurakda ruhiyatimiz joylashgan va hayotda yangi yo'llar ochilishi uchun insoniyat ustozlaridan yana bir tavsiya: inson ongi yuragi oziqlanishi uchun oliy niyatlar kerak. Oliy degani aslida bu oddiy. Inson shunchaki o'zini maqsadlariga yetishi uchun atrofga ham, boshqalarga ham yordami tegishi kerak. Bu yo'l yanada barcha jarayonlarni tezlashtiradi. O'zi qadimgi manbalarda kvant maydonini turlicha efir, olovli energiya, akasha deb ham atashgan va insonning kvant maydoni bilan o'zaro muloqoti, aloqasi ummon hamda to'lqinlar misolida tushuntirilgan. Ummon bu yaxlit bir maydon, bir borliq. To'lqinlar bu xuddi turli shakllar, olamlar, odamlar va hodisalardir. To'lqin o'zini alohida deb hisoblasa ham, aslida u shu ummonning harakati ajralmas qismi. Xuddi shunday inson ham kvant maydonidan ajralmas, uning harakatining bir shakli. Endi mana shu nuqtai nazardan hayotimiz shunchaki tasodifiy hodisalar zanjiri yoki qat'iy bir ssenariy emas, balki inson ongi va universal kvant maydoni o'rtasidagi muloqot hisoblanadi. Va har bir ichki holatimiz bu biz borliqdan so'raydigan savolimiz, jo'natgan xabarimiz aslida. Va xabarlarimiz albatta ijobiy javobni olishlari uchun muloqotimiz olam qonunlarini buzmasligi kerak. Masalan, Deepak Chopra ham o'zining muvaffaqiyatning 7 ta ruhiy qonuni asarida bu borada shunday deydi. Muvaffaqiyatning birinchi ruhiy qonuni sof salohiyatlar qonunidir. Bu qonun biz insonlar tabiatimizga ko'ra sof ong deb belgilaydi. Sof ong esa bu sof salohiyatlar, barcha imkoniyatlar va cheksiz ijodiy qobiliyatlar maydoni. Sof ong aslida ruhiy mohiyatimiz, haqiqiy tabiatimiz. Bundan tashqari biz insonlar va energiya maydoni o'rtasida aslida hech qanday ajralish yo'q va bo'lmagan. Va haqiqiy tabiatimizni qanchalik aniq his qilsak, o'zimizni sof salohiyatlar maydoniga shunchalik yaqin topamiz. Bu degani dunyoni idrok etishimiz, bu diqqatimizni tashqi obyektlarda emas, balki ko'proq o'z ruhiyatimizda bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Va agarda inson diqqatini shu asl tabiatidan, ruhiyatidan olib faqat tashqi narsalarda jamlasa, u bu daraja bilan aloqani yo'qotadi. Oddiy so'zlar bilan umumiy maydon idroki ham, inson idroki ham bir xil qonunga asoslangan holda yaratilgan va hamma narsa aslida shaklga ega bo'lgan ma'lumotdir. Insonning asl tabiati esa bu shunchaki ongli mavjudlik hodisasi.
Lekin inson ko'pincha na qilayotgan ishini, na o'ylayotgan fikrlarini, niyatlarini va na tuyg'ularini anglab yashaganligi sababli o'zini maydonidagi ma'lumotlar juda chalkash, noo'yg'un, notabiiy bo'lib ketgan. Va hozirgi kunda afsuski insoniyatning 90% shunday chalkash, kasal tafakkur bilan yashaydi. Endi mana shu sof mavjudlik tabiatimizni qayta tiklash uchun va kvant maydoni bilan samarali hamkorlikni boshlash uchun turli murabbiylardan amaliy yordam va tavsiyalarni ko'rib chiqamiz. Deepak Chopra masalan mana shu sof kvant maydoniga kirish usuli sifatida bu har kuni ma'lum bir vaqt ichida sukut saqlash va hukm qilmaslik, hech narsani baholamaslikni maslahat beradi. Bundan tashqari tabiatda vaqt o'tkazish ham sof maydonga xos bo'lgan jihatlarga kirish imkonini beradi. Ma'lum bir vaqt ichida sukut saqlashni mashq qilish ana shu ma'lum vaqtni faqat mavjud bo'lish uchun sarflash majburiyatini olishni anglatadi. Bu shu bilan birga vaqti bilan televizor, turli gadjetlar, ijtimoiy tarmoqlar, kitob o'qish, jismoniy mashqlar qilish singari ishlardan ham voz kechishni anglatadi. Deepak Chopra kuniga 2 soatni bu mashg'ulotga bag'ishlash kerak deb aytadi, yozadi, lekin agarda bu juda ham ko'pdek tuyulsa, yarim soat bilan cheklanish ham mumkin boshida. Lekin vaqti bilan uzoqroq vaqt davomida sukut saqlashni odat qilish foydali. 1 yoki 2 kun yoki hattoki butun hafta. Endi bu jarayonda nimalar sodir bo'ladi? Avvaliga ichki dialog, ichki suhbat yanada kuchayadi. Inson gapirishga qat'iy ehtiyoj sezadi. Inson boshida doimo baholashga, kimnidir, nimanidir tasniflashga, tahlil qilishga urinadi va unda ichki muloqot juda notinch bo'ladi. Va mana shu turbulentlik o'zimiz hamda sof potensial maydon o'rtasidagi energiya oqimini cheklab qo'yadi. Bunda fikrlar orasidagi pauza tom ma'noda siqib chiqariladi. Bu pauza esa insonning sof potensiallar, salohiyatlar maydoni bilan aloqasi. Aynan mana shu fikrlar orasidagi jim bo'shliq bizlarni haqiqiy kuch bilan bog'laydigan ichki sukunat hisoblanadi. Lekin albatta hech narsaga qaramay tajriba davom ettirilsa, ichki muloqot tinchlana boshlaydi va tez orada chuqur sukunat ro'y beradi. Hamda inson o'z haqiqiy tabiatiga tobora ko'proq kirish imkoniga ega bo'ladi. Bu holatda insonda ijodiy fikrlar tug'iladi. Yoki yana bir murabbiylardan biri Jose Silva, Neil Walsh shunday bir amaliyotlarni qo'llashni maslahat berishadi. Oddiy kundalik turmushda, idish yuvayotganda yoki ko'chada yurganda har qanday tovush, hid va harakatni to'liq his qilishga urinib ko'ring deydi. Bu inson tanalaridagi xaotik alg'ov-dalg'ov tebranishlarni kamaytiradi va mana shu xotirjamlik lahzalari niyatlarimizni oqim yoki olamga amalga oshirishni osonlashtiradi. Mana shu ichki suhbatda yuzaga chiqqan negativ hissiyotlar bilan ishlash borasida ham qisqacha tavsiyalar bor. Bu birinchidan kuzatuvchi ong bo'lishni odat qilish va fikr yoki hissiyotni tahlil qilmasdan shunchaki payqash va kuzatish hamda qo'yib yuborish. O'zingizga eski voqealarni qaytarib aytmaslik. Ya'ni negativlik bostirilmaydi, u shunchaki energiya va e'tibordan mahrum qilinadi. Yurak ko'tarinki kayfiyatni sezadigan holatga o'tish, ya'ni ichimizda minnatdorchilik, sevgi singari oliy tuyg'ularni vaqti bilan faollashtirish. Masalan, Dispenza'ning shunday postulati mavjud. E'tiboringizni qayerga yo'naltirsangiz, energiya, idrokingiz ham ana o'sha yerda bo'ladi. Va agarda inson o'z bebaho e'tiborini tashqi narsalarga emas, boshqalarning maqsadlariga emas, o'zini o'rganishga va eng muhimi eshitishga qaratsa, ichki dunyosiga qaratsa, aqlini tinchlantirsa va diqqatini o'zining ma'lum bir tasvirda jamlay bilishni o'rgansa, masalan o'sha sog'lom, xotirjam, aqlli inson sifatidagi tasvirda u mana shu ssenariyning ehtimolini 1000 karra oshiradi. Hamda eng muhimi, bu jarayonda o'zini asl mohiyatini anglaydi. Asl mohiyat esa insonning ichki ijodkor kuchida, yuragida, cheksiz tafakkurida. Efirimizning Jaloliddin Rumiyning so'zlari bilan tugatmoqchi edim. Men xohlagan narsani ta'qib qilayotganimda, mening hayotim tashvishga to'la edi. Ammo men xotirjam bo'lganimda, to'g'ri kerakli narsalar o'z-o'zidan ortiqcha harakat qilmasdan ham keldi. Va men tushundim. Men izlayotgan narsalar meni ham o'zlari izlamoqda. Bugungi e'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi sayohatlarda ko'rishguncha xayr.